Hammaga salom o'quvchilar. Sizlar bilan bugun yana ko'rishib turganimizdan xursandman. Sizlar bilan yangi HSK darsliklarini, Xitoy til darslarini birgalikda o'rganishda davom etamiz. Darslarni boshlashdan oldin sizga o'zimni Telegram kanallarim borligini eslatib o'tmoqchiman va shu bilan birga o'zimni shaxsiy onlayn darslarimni tavsiya qilaman. Negaki bu darslar bilan siz ko'proq ustoz bilan, ya'ni men bilan birgalikda Xitoy tilini ko'proq, mukammalroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tayyor bo'lsangiz, biz darsni boshlaymiz. O'quvchilar, sizlar bilan birinchi darslarimizda Xitoy tiliga kirish darsini o'tgandik va biz u darsda ton haqida, pinin haqida, harflar talaffuzi haqida gaplashgandik. Va bizda 4-qism qolib ketgandi, salomlashish qismi. Va mana shu aynan bugungi darsda 4-qismni o'tamiz va kitobdan ham birinchi mavzuni o'tib boshlaymiz. 4-qismda biz sizlar bilan nafaqat salomlashish turlarini o'rganamiz va balki siz ko'rib turgan Xitoy yozuvlari, iyerogliflar qanaqa yoziladi, bular haqida ham biz kengroq, batafsilroq o'rganamiz. Shu yergacha agar kimdir, qaysidir bir o'quvchi birinchi darsni ko'rmagan bo'lsa, orqaga qaytib birinchi darsni ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki ko'p narsalarni tushunmay qolishingiz mumkin. O'quvchilar, darslarni boshlayotganda albatta yoningizda daftar va ruchkalaringiz tayyor bo'lsin. Darslar davomida aytayotgan barcha qoidalarimni yozib, yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, 4-qismda bugundan boshlab sizlar bilan salomlashish qismlaridan boshlaymiz. Salomlashish turlari va biz o'rganishimiz kerak bo'lgan so'zlar quyidagilar. Bugungi darsimizda ni hao, nin hao, nimin hao mana shu so'zlarni turlarini va ularni farqlarini ko'rib chiqamiz. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, bularni hammasi salom, assalomu alaykum sizlarga, ya'ni hammaga salom degan tarjimani beryapti. O'quvchilar, siz Xitoy tilida birorta bir so'zni o'rganayotgan bo'lsangiz va u so'z 2 bo'g'in, 3 bo'g'in bo'ladigan bo'lsa, biz ularni hammasini tarkibga ajratadigan bo'lsak, ularni hammasini o'zini alohida ma'nosi bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Birinchi ni hao so'ziga qaraydigan bo'lsak, ni hao so'zi, to'g'rimi? Agar biz nini o'zini alohida oladigan bo'lsak, haoni o'zini alohida olsak, bularni o'zini tarjimalari bor. Ya'ni ni degani o'zi Xitoy tilida sen degan so'z hisoblanadi. Hao degani yaxshi. Xitoyliklar bir-biriga ma'nosi yaqin bo'lgan so'zlarni qo'shib so'zlarni yaratishadi. Ni hao, sen yaxshimisan degan ma'noda salom so'zi hosil bo'lyapti. Ni hao, ni hao, salom. Endi pastdagi so'zga ahamiyat berasiz. Nin hao, nin hao. Bu ham assalomu alaykum. Nima uchun assalomu alaykum? Ninda o'zi siz degan tarjimani beradi. Hao degani yaxshi degani. Nin hao bo'lsa, bu assalomu alaykumga to'g'ri keladi. Yoshi kattalarga, hurmatli insonlarga nisbatan. Pastdagi so'zga ahamiyat berasiz. Ni men hao, ni men hao. Bu esa sizlarga salom, ya'ni hammaga salom. Mana bu o'rtadagi hieroglif min so'ziga ahamiyat berasiz. Min degani bu Xitoy tilida lar degan qo'shimchani ifodalab beradi. Ni min bo'lsa, shunda nima bo'lishi mumkin? Sizlar bo'ladi, to'g'rimi? Ni min hao bo'lsa, sizlar bo'ladi. Sizlarga salom, hammaga salom degani. Xo'p, shu yergacha 3 ta so'zni ko'rdik. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, so'zlarni o'rganyapmiz. Xitoy tilini mana shunaqa tarzda o'rganib ketaveramizmi? Qanaqa yozamiz o'zi hierogliflarni degan savollar tug'ilishi mumkin. Va keyingi qismda sizlarga hozir hierogliflarni qanaqa yozilishi to'g'risida batafsil ma'lumot berib o'taman. O'quvchilar, ekraningizda chiqib turgan havolaga ahamiyat berasiz. Bu kalligrafiya daftari hisoblanadi. Xitoy tilida hierogliflarni o'rganayotganimizda xuddi shu daftardan foydalanib o'rganamiz. Hierogliflarni o'zini yozilish qoidasi bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Daftaringizga yozib qo'ying. Tepadan pastga, chapdan o'ngga qoidasi asosida hierogliflarni yozib o'rganishimiz kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, tepadan pastga, chapdan o'ngga. Siz bilan ni hao so'zini o'rgandik, to'g'rimi? Ni hao so'zidagi ni hieroglifi qanaqa yozilishi ketma-ketlikda ko'rsatilgan.
Birinchi qaysi chiziq tushadi, keyin qaysi, xuddi shu tartibda yoziladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, hammasi tepadan pastga harakati bilan boshlanyapti. Tepadan pastga tushiladi, keyin chapdan o'ngga shu qoida asosida yoziladi. Siz o'rganayotgan har bitta iyeroglifingizni xuddi shu tarzda o'rganishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu kalligrafiya daftarini qayerdan topamiz desangiz, men buni PDF variantini o'zimni Telegram kanalimga joylashtirib qo'yganman. Kanalimdan topishingiz mumkin bo'ladi. Yana sizga bitta ilovani ko'rsataman. Mana bu ilovaga ahamiyat bering. Bu Xitoy tilini iyerogliflarni o'rganishingizda sizga juda ham katta yordam bera oladi. Tepa qismida qidiruv bo'limi turadi. Siz o'rganayotgan so'zingizni yozasiz. Misol uchun bizga ni hao so'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, pinyin bilan yozamiz. Sizga kerakli so'z chiqadi. Buni ustiga bossangiz ni hao so'zi kelyapti. Har bitta iyeroglifni qanaqa yozilishi qoidalar bilan tushuntiriladi. Mana bu qismiga qaraysiz. Bu joyini bossangiz, iyerogliflarni qanaqa ketma-ketlikda yozilishi sizga batafsil ko'rsatib berilgan. Ahamiyat bering, kuzatamiz. Tepadan pastga, chapdan o'ngga qoidasi bilan yozilyapti. Har bitta o'rganayotgan iyeroglifimizni xuddi shu tarzda o'rganishimiz kerak bo'ladi. Yana misol uchun biz sizlar bilan ni, min, haoni ko'rdik, to'g'rimi? Hammaga salom degan shakli. Ni, min, hao. Keling o'shandagi min so'zini o'zini ko'ramiz. Min iyeroglifi. Bizga kerakli iyeroglif bu. Xo'p, mana bu yerni bosamiz. Qanday ketma-ketlikda yozilishi batafsil ko'rsatiladi. Kuzatamiz. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mana shu ilovani telefoningizga, kompyuteringizga yuklab oling. Sizga iyerogliflarni yozishda, o'rganishda yaqindan yordam bera oladi.